Tarbiyasiz qizga uylanmaslik uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Bilasizmi, ko'pchilik aynan o'sha joyda xato qiladi. Ko'pchilik o'ylaydi, tarbiyasiz qizni oldim, tarbiyasiz qizni kelin qildim deb o'ylaydi. Lekin o'ylab qarasangiz, ana o'sha siz olgan kelin hali go'dak. Endi 20 va 25 yoshda hali hayotni tushunib ulgurmagan bo'ladi. Va misoli oddiygina oppoqqina qog'oz. Chunki har bitta qiz farzand ota-onasini erkatoyi bo'ladi, mustaqil bo'ladi, xohlagan narsasini gapira oladi, xohlagan narsasini qila oladi. Ana endi qiz kelin bo'lganidan keyin unga chegaralar qo'yilish paydo bo'ladi. Ana endi boyagi aytgan oq qog'ozim o'sha yangi kelin bo'lib tushgan xonadonni egalariga bog'liq. Ana o'sha oq qog'ozga siz nimani yozsangiz, ana o'sha narsa namoyon bo'ladi. Eri ham, qaynonasi ham, qaynotasi ham ana o'sha yangi kelinga qanaqa munosabatda bo'lsa, u ham shunaqa tarbiya topadi. Men bu gapim bilan nima demoqchiman? Aslida tarbiyasiz qiz bo'lmaydi. Siz qilayotgan munosabatingiz bilan tarbiyali yoki tarbiyasiz qilib qo'yasiz.